ertalab soat 7, Murodjon 7:30da so'g'ib dalaga ketishadi. olib keldi hozir bu yerga. Endi sog'olishga ulgurmadik. Ha, Sog'olishga ulgurmadik, ming bor uzr. Shu ertalab soat 7, 7:30da ketishadi. Sog'olgandan keyin ertalab shu 5,5-6 litr, kechki payt mana shu 6, 6,5 asrdan keyin yetib kelishadi. Kechki payt ham xuddi shunday 6, 6,5 litr sog'iladi. Kerak odamlar olib ketadi, qolganini qatiq qilib do'konlarga tarqatishadi. Uy o'zidan ham olib ketiladi sutlarni. biz buyurtmalarni siz o'zingiz olib ketasiz. Uni men o'zim bir kun yoki 2 kun oldin zakaz qilib, sutini o'zim olib ketaman, uvitishlarni o'zim uvitaman. Sutini o'zim olib ketaman. Asosiy ozuqasi dalada. Dalada. Kelayotganda men bu bechora eshakcha bilan o't o'rib kelishadi. O't o'rib kelib beriladi. Endi hozirgi kunda yemish shart emas. Yem, qo'shimcha nima ozuqalar shart emas. Hozirgi kunda faqat o'zimiz tabiiy o'tlar. Ana shu dalada boya echkilar olib Kimdir borgan. boqib keladi-da uni. Buni asosan qo'yaveradigan dala yo'q baribir. yo'q, nima akam o'zi olib borib dalada o'zlari boqib, nima aylantirib keladi ertalabdan kechgacha. O'zi shu tabiiy boyagi dalani ozuqasi, o't o'lani, qo'shimcha endi kechqurungi ozgina ozuqa bo'lsin deb mana shu eshik ichida o't o'rib olib kelib, o'tni tashlab qo'yishadi. O'tga shu daladan olib kelinadi. Shu dalani o'zidan o'rib olib kelinadi. Keyin o'tlar tugagandan keyin, kun sovigandan keyin nima bo'ladi? Keyin sentyabr emas. Asosan oktyabrdan keyin bizada sovuq tushib, yomg'irlar yoqqandan keyin oktyabr 15-20 keyin, undan keyin boya ko'rdingiz tepada lalmi yer bug'doy. Ana shu odamdan olamiz. 2200, 2300, 2500 shu kuzgi narx navoga qarab shu odamdan bug'doy olib, asosan bizada maydalatish 2 qism yem qilib maydalatib olib kelinadi-da, bu yerga qaynagan suv shunday solib dimlab, shu nima qo'shimcha shu beriladi. Endi boya ko'rdingiz, ana shu adirlardan shu yerdan pichan o'rib olamiz. Hozir zaynat qilib qo'yish uchun bir 1 ga 1, 2 ga 2 joy bunday o'rib to'dalab qo'yiladi. Ya'ni et zaynat o'sha egasi bor. Yana bir oylardan keyin javdar gullaydi, o't pishgandan keyin, undan keyin chiqib Hashak qilinadi. chaqni tortib hashak qilamiz, boylaymiz, hashal bilan mashinalarda olib tushiladi, olib kelib bosib qo'yiladi. Ana undan keyin boya sizga aytgandek, oktyabr oxiridan yomg'irgarchiliklar boshlanadi, dalada o'sha o'tlar o'sha tugaydi. Undan keyin boya sizga aytgandek shu hashakni solinadi, 3 mahal 4 mahal va qo'shimcha shu bug'doyni pishirib, shu uvitib berilaveradi. Asosan shunaqa beramiz. O'sha hozir endi bizga nimamiz bir to'liqroq bo'lish uchun o'sha nimani hashak jarayonlarini, yig'ish jarayonlarini xudo xohlasa. Bug'doy olayotgan jarayonlarni xabar qilsangiz, hashar kelasizmi? Kelib hasharga kelib, Chalg'iga. ham tasvirga olamiz, ham bir ikkita chalg'i tartib hashar qilib qo'yamiz. Bo'ladi. Hasharni yeymiz-da, ishini qilmasak ham. Mayli, yo'q, mayli. Bizada endi ish jarayoni shunaqa. Asosan shu. Qishloqqa shu endi mana ko'rib turibsiz. Kiyim-kechagi, mol-holli go'ngini. Endi o'shanda baraka o'zi. Ro'zg'or mana shu bilan bizada. O'shanaqa sog'ich jarayonni, yillarni yuvish bilan tayinlagansizlar. Yilinicha shunaqa sog'iladi. Bo'lmasa, bu yerda sizga aytdim, dalada borib kelganda chang yopishadi, bu soqqaningizda cheletiga chang o'tirib qoladi. Yo'q, asosan yuvib chayib shunaqa sog'amiz. Shunaqa sog'iladi. Undan keyin sutni sovitib turib suziladi. Ko'pik obdan tushib bo'lgandan keyin o'z boshida oldin bir ikki marta emizib olinar ekan, shunaqa. Endi qilinadi. Nomiga endi qilinadi. Shu paytda ham tozalanar ekan deydimi? Endi bir xil odam shuni o'zida yetarli deydi, bir xil odam yo'q. Shu artib surtib tozalab, endi qilinadi, endi deyiladi. Atrofini yuvadi. Xuddi shunday endi qilamizda, undan keyin sog'ib olinadi. Masalan, 3 ta yelini, 3 ta emchagini sog'sa, bittasi o'ziga bolasiga qoladi-da. Bunaqa qoldiramiz. Ularda ham ancha-muncha ro'zg'or bor ekan. Ro'zg'or bor. Dori berishmasmikan bular? Yo'q, go'ng, qarang go'ng. Asosan go'ng. Mana shu mol holli go'ngi. Mol holli go'ng. Bizada shu qishloqda go'ng asosan, chunki o'zimizdan chiqadi, shu dorivor narsa go'ng. Bularga kuch beradigan. Kartoshkani qutiga berib qo'yishmasmikan dori? Yo'q, mana bu narsa piyongul, buni ham sotiladi. Nima bu? Gul deydi, bizada piyongul deyiladi. Yana bir 10 kun ichida o'zi kelib, o'zlari ochurti bilan o'zi normal qilib kesib olib ketadi bu narsa. Gul uchunmi olib ketadimi yoki chiqma uchun? Gul uchun. Gul uchun olib ketishadi. Nima gul dedingiz buni? Bizada piyongul deyiladi, endi sizlarda bilmadim. Bizada piyongul.
Sizlar charchamaysiz sizimiz. Ana chuchvoranimi bu mazasi? Bu nereye qo'shnilarmi yo shu yerdikimi? Qo'shnilarmi deyman narsami? Yo'q, yo'q. Ha. Katta hovli endi bu yoq uchastka aralashdi, bu yoq Ha. betlarda bilasiz. Bu yerda ota-onalar bormi? Ha, hop malinalar ham borani ko'rdingiz? Ha. Bular hammasi ro'zg'orga sotilmaydi. Ro'zg'or? Yo'q, yo'q, ro'zg'or. Umuman sotilmaydi. Ro'zg'orga. Ha, yaxshi. Buni Qalay bo'pti dalingiz? shu narsani bo'lib turgani ham o'zi yaxshi-da. Ha? Uloqchalar ham bor ekan buni. Ha, uloqchalar shu uydagi echkilarning bolalari. Ular ham echki bo'lishganmi, erkakmi bular? Bular erkak, so'yib yeyishga. Ha, boqib qatartish uchun. Ha? Ro'zg'orga shu go'shtga. Rahmat. Nima? Samonlar ham bor ekan. Bu nimani samoni? O'sha bo'ladigan. Ha, nima boya ko'rgan shu tepadagi mashat bo'ladimi sizga? Ha. Yo, ular O'sha bug'doydiki, ha? Ha, yaxshi. Nima? Barakasini bersin. Ha, bu shu Voy. sigir bitta sigirmi, yana boshqa sigir ham bor dedingiz? Hozir bittasi endi tug'adi endi. Ha, toqqa berib yuborsiz? Ha, shu tuqqanda olib chiqib kelinadi-da. Ha. Tuqqandan keyin olib chiqib kelinadi. Yaxshi, o'zingiz endi o'sha bizni talab bo'yicha nazoratni qilib, Ha, ha, yo'q hamkorlik shu. qilsangiz, Baholasi, ha, yo'q. barakasini bersin. Agar talab ko'payaversa, endi ko'paytib berasiz-da Ha, sigirlarni. xudo xohlasa. Yo'q, sigir bor yana. Sigir bor. Yaxshi, mayli, xudo quvvat bersin. Tabiiylikni ushlash kerakman, tabiiylik. Ha,